Yoshlarga kasb, hunar o'rgatish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda Toshkent viloyati kasbiy ta'lim boshqarmasi tizimida ham salmoqli natijalarga erishilmoqda. Xususan, sohaga xorijiy ilg'or tajribalar tatbiq qilinyapti. Yoshlarga ichki va tashqi bozorda talab yuqori bo'lgan 100 turdan ziyod kasblar o'rgatilmoqda. O'z navbatida ta'lim muassasalarida huquqbuzarliklar profilaktikasiga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida mahalla ota-ona ta'lim muassasasi hamkorligi mustahkamlandi. Ana shu maqsadda boshqarma tizimidagi texnikumlarda o'quvchilar qo'shimcha to'garaklarga qamrab olinmoqda. Mas'ul idoralar ishtirokida madaniy-ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari va yoshlar festivallari o'tkazilyapti. 57 ta texnikumda 30 mingdan ortiq o'quvchi yoshlarimiz tahsil olayotgan bo'lsa, bu o'quvchi yoshlar o'rtasida o'tkazayotgan har bir ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimiz albatta ularni o'zlarini shaxsiy xislatlarini ijobiy tomonga o'zgarishida, barkamol bo'lib voyaga yetishida xizmat qiladigan tadbirlar sirasidir. Biz mana shu professional ta'lim muassasalarida aniq maqsadli ko'rsatkichlarimizni belgilab olganmiz va umumta'lim maktablari bilan hamkorlikda 9-sinf bitiruvchilarini texnikumlarga qamrab olish va albatta texnikumlardagi o'sha o'qish tartibini o'quvchilarimizni o'sha tanlayotgan kasbiga va sohasiga qiziqishlariga qarab turib alohida e'tibor qaratish va ayniqsa mehnat bozoridagi ehtiyojlarni o'rgangan holda har bir hududda tashkil etiladigan o'sha investitsion loyihalar asosida tashkil etiladigan korxona tashkilotlariga zarur bo'lgan mutaxassis kadrlarni tayyorlashga qaratganmiz. O'quvchi yoshlarimizni dual ta'limga kengroq qamrab olishni aniq vazifa sifatida belgilab olganmiz. O'quvchi yoshlarimiz qachonki o'zini ustida ishlasa, qachonki ularning bo'sh vaqti mazmunli tashkil etilsa va albatta o'qish bilan birga o'zlari qiziqqan sohada mehnat qilib, faoliyat yuritib, daromad topsa, salbiy illatlarga moyilligi bo'lmaydi. Bekobod shahridagi 1-sonli texnikumda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, yigit-qizlarning iqtidorlarini yuzaga chiqarish maqsadida ommaviy milliy o'yinlar kuni tadbiri tashkil etildi. Unda 2000 nafarga yaqin ishtirokchi qatnashdi. Bekobod shahar 1-son texnikumida 10 ta mutaxassislik bo'yicha 1543 nafar o'quvchi tahsil oladi. Biz 180 nafar pedagoglar ushbu o'quvchilarga bilim, malaka, ko'nikma berish bilan birgalikda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish bo'yicha ham bir qancha ishlar amalga oshirib kelmoqdamiz. Futbol bo'yicha o'quvchi yoshlar o'rtasida direktor ligasini tashkil qilganmiz. Direktor ligasi avgust oyida boshlanib, may oyida tamomlanadi. Sport zalimiz, sport maydonlarimiz, hovlida workoutimiz mavjud. O'zimizni payvandlovchi yo'nalishda o'qiydigan o'quvchilarimiz tomonidan yasalgan workoutimiz bor. Shu bilan birgalikda ichkarida fitness zalimiz ochilgan. Bu o'quvchi va o'qituvchilarga xizmat qiladi. Bizda juda ko'p iqtidorli o'quvchilar tahsil olishadi. Til sertifikatlari, umumta'lim fanlaridan sertifikatlar va sport bilan shug'ullanadigan O'zbekiston chempionlari, jahon chempionlari bor. Boks bo'yicha, taekvondo bo'yicha sportchi o'quvchilar, yoshlarimiz bor. Biz bularning safini yanada kengaytirish uchun sportda, ilmda yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilarni namuna qilib ko'rsatib, boshqa o'quvchilarni ham qiziqtirmoqdamiz. 4 ta mutaxassislik bo'yicha chempionat o'tkazilyapti. Bunday sport o'yinlar tadbirlari o'quvchilarda jamoaviylikni shakllantiradi. Ya'ni do'sti bilan, jamoasi bilan birgalikda o'sha musobaqalarda faol qatnashib, o'zlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va bir-birlariga mehrli bo'lib, bir maqsad atrofida, bir g'oya atrofida birlashishni o'rgatadi. Kasbim faxrim ko'rik tanlovi, shuningdek sport turlari, futbol ligasi hamda zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Osh festivalida 40 nafardan ziyod yoshlar guruhlarga bo'linib, o'zaro bellashdilar. Ular milliy taomni tez va mazali tayyorlashga harakat qildilar. Texnikumda birinchi bosqichda kompyuter tizimlarini dasturlash yo'nalishida o'qiyman. Kursdoshlarim bilan osh festivalida qatnashyapman. Hozir biz 3 ta qiz choyxona polo tayyorlaymiz. Niyatimiz birinchi o'rinni olish. Ahamiyatli jihati shundaki, texnikumda shakllantirilgan guruhlarda zakovat intellektual o'yinlari tizimli ravishda o'tkazib kelinmoqda. Mazkur o'yin yoshlarni yangicha fikrlashga, tezkor qaror qabul qilishga va jamoaviy ishlashga o'rgatishi bilan ahamiyatlidir. Texnikum bo'yicha har oy o'quvchilar o'rtasida zakovat ligasi tashkil qilingan. Zakovat o'yinlarida o'quvchilarimiz faol qatnashadi. Eng yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilar Toshkent shahridagi Zakovat arenadagi intellektual o'yinlarida faol qatnashib kelishmoqda. Birinchi bosqich o'quvchilarimizda 29 ta jamoa shakllangan, hammasi faol. Terma jamoamiz shahar, viloyat va respublika bosqichida faol ishtirok etib kelishmoqda. Texnikumda kompyuter tizimlarida dasturlash yo'nalishi bo'yicha birinchi bosqich o'quvchisiman. Bizga yaratilgan sharoitlardan foydalanib, to'garaklar
o'yinlarga qatnashib, hozirda ingliz tili va kimyo fanlaridan sertifikatlarni qo'lga kiritganman. Mana bugun ham juda ham zo'r tadbir o'tkazilmoqda. Guruhimiz bilan Zakovat intellektual o'yiniga qatnashib, birinchi o'rinni egalladik. Zakovatda tushgan savollar orqali bizning miyamiz anchagina charxlandi. Bundan keyingi o'yinlarga tayyorgarlikda bugundan boshlab viloyat respublika bosqichlaridan ham birinchi o'rinlarda olamiz. Shu kuni ajratilgan alohida maydonlarda 10 ga yaqin sport turlari bo'yicha musobaqalar uyushtirildi. Har bir o'quvchi o'z guruhining sha'ni va obro'si uchun kurashdi. Jarayonlar hakamlar hay'ati tomonidan kuzatib borildi. Qayd etish joizki, texnikumda yoshlarning sport bilan shug'ullanishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, bu imkoniyat sport musobaqalarini samarali o'tkazishga xizmat qildi. Ayniqsa, texnikumning futbol jamoasi hududda o'tkazilayotgan ko'plab musobaqalarda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritmoqda. Shu kuni ta'lim muassasasining futbol maydonida tashkil etilgan o'yinlarda jamoalar o'zaro bellashib, futbolda ham o'z mahoratini namoyish etdilar. Ushbu musobaqalarni o'tkazishdan maqsad iqtidorli futbolistlarni tayyorlab, viloyat birinchiligini olishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Avgust oyida start berilgan ushbu musobaqadan mana hozirgacha 16 ta yaxshi o'ynaydigan futbolchilarni oldik. Shu oralig'da biz Metallurg futbol akademiyasi bilan o'ynadik. Aprel oyiga yana o'yinimiz bor. O'sha o'yinga yana tayyorlanib kelmoqdamiz. Bugungi musobaqada 24 ta jamoa o'ynab kelishmoqda. Bulardan hozir birinchi o'ringa 5 ta guruh astoydil da'vogarlik qilyapti. O'ylaymizki, o'quvchilarimiz orasida Metallurgda yoki O'zbekistonimizning boshqa klublarida o'ynaydigan o'quvchilar chiqadi. Tadbir doirasida o'tkazilgan Kasbim faxrim ko'rik tanloviga texnikumning asosiy yo'nalishlarida tahsil olayotgan yoshlar jalb etildi. Payvandchilik yo'nalishidagi o'quvchilar 10 dan ortiq turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarib, shahardagi boshqaruv servis kompaniyalari hamda sanoat korxonalariga yetkazib bermoqda. Mazkur tanlovda ularga ma'lum mahsulotni tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Jamoalar texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda mavjud jihoz va uskunalardan foydalanib, shartli mahsulotni tayyorlashga harakat qildilar. Texnikumdagi navbatdagi yo'nalish elektr tarmoqlari sohasi bo'yicha o'rta bo'g'in kadrlar tayyorlashdan iborat. O'quvchilar turli jihozlarni ta'mirlash, yangi qurilgan binolar va inshootlarga elektr simlarini tortish hamda jihozlash ishlarini puxta o'rganmoqdalar. Ular ham musobaqaga jiddiy tayyorgarlik ko'rgani sezildi. Jarayonlar soha mutaxassislari tomonidan sinchkovlik bilan kuzatildi. Elektrik sohasi yo'nalishi bo'yicha 350 dan ortiq o'quvchilarimizni biz qamrab olganmiz. Amaliy ishlari bilan ko'rib o'rgatamiz. Bolalarimiz maishiy texnika jihozlarini o'zlari ta'mirlab ko'rsatishadi. Bu yerda amaliyotdan tashqari korxonalar bilan shartnomamiz bor. Qolgan amaliyotlarni korxonalarda o'tkazishadi. Sizlarni yanada o'zlarida ishlab, yetuk mutaxassislar bo'lib chiqishadi. Bugungi musobaqamizda 7 ta o'quvchilarimiz qatnashyapti. Unda ular berilgan sistema asosida uy montajlarini amalga oshiryapti. O'quvchilarimiz o'z qilgan ishlarini biz juri a'zolari ko'rib, xulosa beryapmiz. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'nalishida asosan yigitlar tahsil olmoqda. Ushbu sohaga oid sinf xonalari o'quv ko'rgazmali qurollar, turli rusumdagi avtomobillar va zarur ehtiyot qismlar bilan jihozlangan. Bu yerda o'quvchilar nazariy va amaliy mashg'ulotlarni uyg'un holda olib boradilar. Musobaqada qatnashuvchi guruhlarga avtomobil nosozligini aniqlash va bartaraf etish vazifasi yuklatildi. Hozir kasb mahorati bo'yicha ular bellashyapti. Ikkala guruhga ham bir xil dvigatel berilgan. O'sha bir xil dvigatelda ichida bir xil nuqson bo'lgan. Shu nuqsonni ikkalasi ham bir xil bir paytda aniqlab, sifat bilan tezligida birinchi bo'lib tuzatsa, shu birinchi o'rinni olgan bo'ladi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishida bizda barcha sharoitlar bor. Elektrik yo'nalish bo'yicha ham maketlarimiz bor. Yurish qismiga ham xizmat ko'rsatishga sharoitimiz bor. Yo'nalishni tugatgan o'quvchilarimizga avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish texnik texnologiya degan diplom beriladi. Yo'l harakati qoidalarini ham o'tiladi. Avtomobillar boshqarish uchun guvohnoma olishga sertifikat beriladi. Dual ta'lim yuritilyapti. Avtokorxona bilan shartnoma qilganmiz, shartnomamizga boryapti. Shu yo'nalishni bitirgan o'quvchilarimiz ko'pchiligi shu kasbga qiziqishi bo'lganligi tufayli avtokorxonalarda yaxshi o'zini ko'rsatgan o'quvchilar ishga olib qolyapti. Texnikumda tahsil olayotgan qizlarning aksariyat qismi tikuvchilik va hunarmandchilik sohalarining sir asrorlarini o'rganmoqda. Ularga o'qituvchilar, ish beruvchi korxonalar hamda sohada katta tajribaga ega tadbirkorlar tomonidan amaliy bilimlar berilmoqda. Mazkur yo'nalishni tamomlagan o'quvchilar tayyor mutaxassis sifatida ish boshlashi yoki o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishi mumkin. Bu yo'nalishdagi musobaqa nafaqat o'quvchilarni, balki ularning ustozlarini ham hayajonga soldi. Chunki bunday tadbirlar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini namoyon etishi barobarida ustozlar mehnatiga ham baho beradi.
tikuvchilik yo'nalishi bor, keyin dual ta'lim tikuvchilik yo'nalishi bor. Tikuvchilik yo'nalishida bizda o'zimiz mana shu texnikumimizda tikuvchilik sirlarini o'rgatamiz. Dual ta'lim tikuvchilik yo'nalishimizda bu korxona bilan biz shartnomalar tuzilgan. U yerda birinchi va ikkinchi kurslar 40 dan oshiq o'quvchilarimiz 3 kun nazariy bilimlarni texnikumda olishsa, 3 kun tikuvchilik korxonasida bajargan ishlariga qarab o'quvchilar maosh olishadi. Birinchi bosqich o'quvchilarimizga 60 soat bo'laklarga ishlov berishdan boshlaymiz. Bolalar kiyim tikiladi. Ikkinchi bosqichimizda ayollar kiyimini tikish bor. Musobaqa jarayonlari shahar hokimligi, o'quvchilarni dual ta'limga jalb etgan korxona va tashkilotlar vakillari, viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi hamda texnikum mas'ullaridan iborat hakamlar hay'ati tomonidan kuzatib borildi. Sport musobaqalari, zakovat intellektual o'yini va kasbim faxrim ko'rik tanlovi g'olib va sovrindorlari aniqlanib, ularga esdalik sovg'alari, mukofotlar, faxriy yorliqlar tantanali ravishda topshirildi. Tadbirning badiiy qismida madaniyat va san'atga oshno yoshlar ijrosida milliy kuy-qo'shiqlar yangradi, raqslar ijro etildi. Albatta, bunday tadbirlar o'quvchilarning ko'ngliga xushnudlik bag'ishlaydi. Ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va oldilariga qo'ygan maqsadlari sari dadil qadam tashlashga undaydi. Ma'lumot o'rnida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan bunday tadbirlarni viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi tizimidagi barcha texnikumlarda o'tkazish ko'zda tutilgan.